Assalomu alaykum gilamlar olami YouTube kanali hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa sizlarga bugungi magazinimizda tayyor gilamlar narxlari, metrajli gilamlar narxlarini tanishtirib o'tamiz. Tashqaridan ko'rib turibsizlar, har xillardan olib chiqib qo'yganmiz. Videomizni boshida like bosib, kanalimizni yangi bo'lsalar ham unutib qo'ysangiz, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumot yetkazib berishga harakat qilamiz. Bugungi videoda xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib gilamlar narxlarini tanishtirib o'tamiz. Aytib o'tganimizdek, xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkalar mutlaqo bepul bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar, likelarni bosib tursangiz, videoda boshlaydi. Xormayki, yaxshimisiz? Salomat bo'ling, yaxshi rahmat. Aka boshdan metrajnilar ko'rsataveramizmi? Ha, metrajnilar kelgan, yangi do'konga 75 ming so'mdan boshlab 180 minggacha bor kelib, o'zlariga yoqqan cho'ntaklarni ko'targan tanlab olsa bo'laveradi, xudo xolasa. Zo'r. Gap yo'q, mana hali pachkasini ochilmagan, mana egzotiniki, o'ziniki, originali xudo xolasa. Kelgan har xilidan bor aka. Pastdagilar narxlari qanaqa bo'lyapti? Ular taftin baloslar 75 mingdan. 75 mingdan. Xo'p, bu tarafchi? Bu tomonda yerda 75 ming, ularni 180 mingdan tanlab olishaveradi. 180 mingdan ulardan tanlab olishaveradi, xudo xolasa. Bu tarafda ham bor, har xil. Bu tomonda ham bor, har xillari bor. 75 mingdan boshlab 130 minggacha bor bu tomonda. 130 minggacha bor. Gap yo'q, zo'r. Ular taftin baloslar ham 75 mingdan. 75 ming so'mdan tanlab olsalar ham bo'ladi. Tanlab olsa bo'laveradi. Zo'r. Bu tarafda yuraveramiz ekanda. Bu sachiqli gilam 130 mingdan. 130 ming so'mdan. 130 mingdan. Taftin baloslar 75 mingdan. Bu endi 3,5 metrli kanopli egzotiniki ham 75 mingdan. 75 mingdan. Zo'r. Bularchi tepadagilar? Bular 180 ming, 75 ming, 200 ming. 200 ming. Gap yo'q. Zo'r. Chotki bitta hali ochilmaganlar. Ochilmaganlar bor, kelib tanlab olishadi. To'g'ri deyiladi. 75 mingdan. Endi 3,5 metrli bo'ladi. Nostandart razmerlarga borib kesib to'g'irlab beramiz o'zimiz. Hamma berasiz. Gilomning ichida bo'ladi. Gilomning ichida aytib o'tganimizdek, vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Qolgan joylarga kelishamiz. Kelishilgan holda. To'g'ridagilar qanaqa narxlar? To'g'ridagilar aka bu ikkalasi 200 mingdan, bular 130 mingdan. 130 mingdan. 130 mingdan ikkitasi, 200 mingdan ikkitasi. 200 mingdan ikkitasi. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa. Qanaqasi? Masalan, eng arzoni deydi, eng yupqasi bo'ladi, to'g'rimi aka? Eng gilomda 1 kvadrati 35 mingdan boshlanadi. Eng qalini bo'ladi, eng qimmati bo'ladi, to'g'rimi? Eng arzoni 35 ming. Tayyori. Yo'q. Kvadratiga tayyor gilomlarga. Tayyor gilomlar. Eng qimmati 350 ming. Eng qimmati 350 ming. Undan qimmatlari ham bor, Eronlar bor. Eronlarga ham kelishsa, Eron olaman kelganlar uchun ularga ham narxini kelishamiz. Chiroyli qilib qo'yib beriladi. Misol qaysi biri Eron bitta hozir eng qimmati aytganingizdan? Mana bu Eron sammesini Erondan gilom keladi. Erondan gilom kelsa 70 dollar, 80 dollardan bo'ladi kvadrati. Kvadrati ham. Bu Eron sammesini. Xomashyo Erondan olingan, Samarqandda egzotda tug'ilgan. Xomashyosi Eron xolos. Odamlar Eron misol ishonib olib ketishyapti. Xomashyo Eron bo'ladi. Erondan gilom kelmaydi hech qachon. Erondan gilom kelsa 350 ming. Kvadratiga 350 ming. Har xil razmerdan. Har xil razmeri bor. Razmeridan bor buni ham. Mana bu tarafdagilar mana eng arzoni, eng qimmati har xilidan bor. Bemalol o'zlarini cho'ntaklarini ko'targanini olib ketishlari mumkin. Bu tarafda arzonroqlari. Bu tomonda 75 mingliklar. 75 mingliklardan ham bor mana. Gap yo'q. Xohlaganlar yana kelib olib ketsalar ham bo'ladi. Mana pastda daroshkalardan ham bor, xilidan bor. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqa qilsangiz, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib qaberlarda daroshkalardan ham asartini ko'rib turibsizlar. Nihoyatda ko'p. Qanaqasi zararli bo'ladigan bo'lsa, kesalaring chiroyli qilib qo'yinglar. Aytib o'tganimizdek, xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Gilom olganlarga averlosi o'rnatib berishi, dizayn xizmati, hamma yo'q bepul. Keyin kreditimiz ham amal qilyapti. 18 yoshdan katta bo'lish kerak. Oyiga 600 ming so'mdan ko'p bo'lishgan plastik bo'lishi kerak. Davlat ishida ishlaydimi, naqami qiziq emas. Bunisi farqi yo'q. Bunisi farqi yo'q. Plastik 600 mingdan ko'p bo'lishib tursa bo'ldi oyiga. Plastik обороты zo'r bo'lsa, beraverasizlar. Chorniyda bo'lsa ham chiqarib beraman. Chiqarib beraverasiz. Chiqarib beraman. Chiqarib beraverasizlar. Hali chorniyda bo'lsa ham anaqa 10-15 million emas, 3-4 million bo'lsa eplab beraman. Chiqarib beraveradi. Chiqarib beraveradi. 4 milliongacha chiqarib beraman. 4 milliongacha mipi bo'lsa. Gap yo'q. Zo'r, xudo xolasa bu tarafda ham bor gilomlar. Xohlaganlaringdan xudo xolasa topib beriladi. Manzilimiz qayerda endi aka? Manzil tushuntiraylik. Manzilimiz Kombinat bozorining asosiy eshigidan kiraverishda 2 bitta to'g'risida gilomlar olami. Mol bozoridan kelganda 10 qo'lda. Birinchi do'kon. Xudo xolasa gilomlar olami. Bemalol kelaverasizlar. Pastdagi nomerlarga aloqa qilsangiz, yanada to'liqroq ma'lumot beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.